Операция процессине катышуу алдында турам. Материалдык техникалык жабдуу бүт бардыгы заманбап. Grijani bari turlarini operatsiya qilamiz. 2 kun 3 kunda chiqib ketadi. Ha, inshaalloh. Алар шифа таап кетсин. Amin. Сахарный диабетке, 95% yaxshi bo'ladi kasallar. Мына 3 жерден тешкем. Сиздерге да рахмат, Эми бул жерге эч кимди жаткырбасын, эч ким келбесин. Ассаламу алейкум. Урматтуу эл журт, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Өзбекстан Андижандагы Сехат клиникасындамын. Операция процессине катышуу алдында турам. Негизи сиздерде ден соолукта бир аз көйгөйлүү маселе болуп, операцияга муктаж боло турган болсоңуздар, ушул Сехат клиникасына келип операция кылдырсаңыздар болот. Бул жердеги хирургдар, дарыгерлер аябай тажрыйбалуу. Биз мына 3-4 жылдан бери ушул Сехат клиникасыны кыргызстандыктарга тартып көрсөтүп жүрөбүз. Азыр операциялык блокто турабыз. Бул жакта өзүнчө бир операция жүрүп жатат, ал жакта. А бул жакта нейрохирургиялык операция жүрүп жатат. Бул жакта Улукбек ага, анын ушу кесиптештери бардыгы чогуу операция жасоо үстүндө. Биз азыр ушул процесске кирип катышайлы деп атайын уруксат алып кирип кетип атабыз. Санитардык нормалар бардыгы сакталган, Кудайга шүгүр. Биз Сехат клиникасынын телефон номерларын экранга жазып койдук. Ушул видеонун астында дагы жазылып турат. Instagram аккаунтуна, башка соцсет тармактарына катталып, Андижан шаары Санчаста, аренанын маңдайында Сехат клиникасына келе бересиздер. Кайсы гана границадан өтпөңүздөр, мисалы Достук тараптан, Достук чек арасынан, Жалал Абадтагы, Маданияттагы, Кызыл Кыядагы чек арадан өтө турган болсоңуздар, Андижан шаары Сехат клиникасы деп ушул жерге келе бересиздер. Күтүп алышат. Азыр процесске кирели, Улукбек агадан уруксат алганбыз. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Улукбек ака. Алла таалам ушу бейтаптын ден соолугун чыңгылсын. Негизи бул жерге эч кимди алып келбесин, бирок эми баягы ден соолук деген ден соолук, кейде карабай калабыз, пешенеге жазып операцияга муктаж болуп кала турган болсок, айласыз тагдыр пешенеге жазган болсо ушул жерге келишибиз мүмкүн да. Азыр бул жерде операция жүрүп жатат, негизинен ушу грыжага. Бул жерге мына грыжа боюнча мына бел оору туурабы? Грыжага операция кылдырыш керек болсо, грыжанын бардык түрлөрүнө бул жерде операция кылат. Келе бересиздер. Мына азыр 3 хирург иштеп атат бул жерде. Ассистенттер иштеп атат, көрүп турасыздар, Улукбек улуг агабызды азыр чакырайлы бул жака. Бир келип туруп, кичине бир сүйлөп берип койсо дагы жакшы. Анан Сехат клиникасында көрүп турасыздар, материалдык техникалык жабдуу бүт бардыгы заманбап. Бул жердеги мына хирургдар, врачтар бардыгы Германияга чейин, Европага чейин барып тажрыйбаларын арттырып, ал жактагы жаңы технологияларды үйлөнүп келип, анан бул жерде көп операцияларды жасашат экен да. Былтыркы жылы, мурдагы жылдарда бул жерге келип биз операция процесстерин тартып жүрчү элек. Бул дагы процесс болуп атат сиздерге. Сехат клиникасынын телефон номерларын жазып койдук. Telegram же WhatsApp аркылуу байланышып келе бересиздер. Азыр эми үчөө катуу иштеп атат, көрүп турасыздар, Бейтаптын бетин жаап койгон, ким экендигин билбейбиз. Бул жакта мына процесс жүрүп атат. Негизинен грыжага, учурда мына грыжа оорусу аябай көп экен. Мисалы аял кишилерде төрөттөн улам пайда болгон грыжа, оор жүк көтөргөн учурдагы грыжа, бир жерден кокустук секирип, же болбосо туура эмес баягы кыймыл аракет кылып алып, омуртканын түздүгүн бузуп алган учур көп болот. Грыжа боло турган болсо, омуртка оорусу болсо, анда ушул жерге келе бересиздер. Азыр мага көрдүңүздөр, процесс аябай катуу жүрүп атат. Биз эми жакындан барып көрсөтө албайбыз. Баягы соцсеттин талабына ылайык канды көрсөтүүгө мындай оор кээ бир адамдар көрө албайт да, фобия деген нерсе бар. Жакын жерден көрсөтө албайбыз. Алыс аралыктан эле бир катар көрсөтүп койсок болот. Азыр улуг агабыз бошобой атат. Бошоп калса бир ооз сүйлөтүп коелу. Кайсы ооруларга бул жерде операция жасалат негизинен? Бүт мына техникалык жабдуулар, бакта комбайндар, мына бүт көрдүңүздөр, баары жогу законный да. Иштеп атат.
Ulug' aka, assalomu alaykum. Endi sanitarlik normalarni saqlaylik. Qanday, yaxshi yurasizmi? Densoqlik yaxshimi? Rahmat, bizimizlar. Qirg'izistonni ko'ruvchilarga bir salom aytib qo'yasiz. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Densoqliklar yaxshimi? Hozir endi grija o'rular ayoy ko'payib ketdi-da. Va o'murtqaning buzilishi. Grija bo'yicha barliq turini operatsiya jasaysizlarmi? Grijani bari turlarini operatsiya qilamiz. Xohlasa shu endoskopik, ya'ni lazer yordamida va shu katta ochiq operatsiyalarda ham qilinadi. Umurtqalar siljishlarida spondilolistez deymiz. Shu spondilolistezlarda ham umurtqaga shu metal konstruksiya qatirib shu joyiga olib kelish. Rekonstruksivniy operatsiyalar. Ya'ni umurtqa pog'onasi siljishini rekonstruksiya qilish, ya'ni joyiga olib kelish. Tashriqlarni ham o'tkazamiz. Bardig'ini. Qisqasi mana shu boshdan ildiy o'murtqaga tegishli bo'lgan operatsiyalarning bardig'ini jasaymiz. Hammasini yashaymiz, xohlasa. Hozir bu yerda betapqa nima operatsiya jasalyapti? Bu yerda hozir bemorimizni umurtqa pog'onasi siljigan o'rnidan 4-bel umurtqasi o'rnidan siljib oldiga ketgan, nervlarni qisib qolgan. Shunga biz shu umurtqani joyiga qaytarib, ya'ni spondilolistezni bartaraf qilish operatsiyasiga o'tkazyapmiz. Bemorimizni Xudo xolasa inshaalloh ertaga oyoqqa turgizib yurgizamiz. Tezlik chiqib ketadi bu, bir hafta 10 kun jatadi. Yo'q, 2 kun, 3 kun uzoqqa chiqib ketadi. 2 kun, 3 kunda chiqib ketadi. Ha, inshaalloh. Bu hozir operatsiya bunda laparoskopiyalik yo'l bilanmi, endoskopiyalik qanday? Bu oddiy usulda hozir. Laparoskopiya usulda grijalarni olamiz. Yana haligi kichikroq operatsiya bo'lsa, umurtqa pog'onasidagi siljishlar katta bo'lmaganda yopiq operatsiyalar qilamiz. Endoskopik usulda operatsiya qilamiz. Operatsiyani barliq turini jasaydi ekansizlar-da? Jasaymiz, Xudo xolasa. Neyroxirurgiyaga tegishli qanday operatsiyalar jasaladi? Neyroxirurgiyaga tegishli bosh miya o'smalari, bosh miyadagi o'smalardan. Keyin bosh miyaga qon quyilishlar. Bosh miyaga qon uyib qoladi. O'shanlardan janag'i bir joy ishtebay qolgan uchurlar bo'lib qoladi. Shunaqalarda bosh suyagiga singanda, ya'ni keyin yana bosh suyagida operatsiyadan keyin defekt bo'ladi, ya'ni teshik bo'ladi. Shu teshiklarda ham plastik operatsiya qilib, shu oldingi bosh suyagi qanday bo'lsa shunaqa qilib tiklaymiz, xohlasa. Plastik operatsiya. Boyagi skalyoz siyaqti, masalan, so'yaklardan, butlardan, qo'llardan qiyshayishchi, anda jasasa bo'lmaydi. Yo'q, uni hali beri nima qilamiz, endi shuni o'rganishdamiz. Xudo xolasa traumatolog turjasida, o'ja traumatolog. Yo'q, skalyozdikini neyroxirurglar, skalyozni. Qo'l oyoqlar qiyshasini traumatologlar qiladi. Bu qancha vaqt bo'ladi hozir proses? Hozir 1,5-2 soat. 1,5-2 soatda bo'ladi. 2-3 kun jadvalda chiqib ketadi betap. Xudo xolasa. Yaxshi, ishingizga egilib, hech kim o'rvasin, ha? Bir kunda qancha operatsiya jasaysizlar? Bir kunda sredniy bitta ikkita operatsiya qilamiz. Xudo xolasa. Alloh taolam kuch-quvvat bersin. Rahmat, salomat bo'ling. Densoqlig'ingizni bekam qilsin. Shu yerda kim o'rib kelib shu yerda sizlarning qo'lingizlarga tushgan bo'lsa, sizlar sababli ular shifo topib ketsin. Amin. Aytganingiz salomat. Kelib turasiz, bulturlarda kelib jurchilar, hozirda ruxsat olib kirdik. Suylab berganingizga rahmat, qabul olganingizga rahmat. Salomat bo'linglar, yaxshi quvvat bersin. Xo'p, Allohga aman. Shunday aytganlar, mana. Rahmat. Mana operatsiya protsessini ko'rib oldingizlar, ha? Rahmat. Mana bu yoqda betap jatadi. Shunday aytganlar. Anan bu yoqda daha bir operatsiya yurib jatadi. Bu ikkinchi operatsiya. Bu yoqda negizdan qand diabetini operatsiya yurib jatadi. Hozir bu yoqda o'tkir aka degan bor. O'tkir akadan ruxsat so'rasak bo'lar ekan. O'tkir aka? Kirsak bo'lar ekan-a? Tak, bismillah. Bu yoqda mana ko'rib turasizlar. O'tkir aka operatsiya jasayotadi. Bariatriya. Bunday qand diabetini operatsiya jasayotadi dedi. Hozir o'zining da bor, so'rab ko'ramiz. Agar suylab berganga mumkinchiligi bo'lsa. Bu yoqda mana ekrandan ko'rsangizlar bo'ladi. Ko'rib turasizlarmi? Bu ikkinchi zalda yurib жатқан operatsiya. Bu yerda shunday sahardan kechki narqi zaldadagi, bu zaldadagi bir operatsiya yurib atganda, aga parallel ikkinchi operatsiyada yuraveradi-da. O'tkir aka, qandaysan? Yaxshi yurasizmi? Yaqinroq borib mikrofon tutaveraymi? Ha, bunda suylab berib ishni jasayverasiz. O'sing. Qandaysan? Yaxshi? Yaxshi. Bu bemorimiz qandli diabet bilan. Bemor xasta, keyin ham semizligi bor. Shu sababli bemorda bugungi operatsiya rejalashtirdik. Xudo xolasa operatsiya muvaffaqiyatli boshlandi. Operatsiya davomiyligi o'rtacha 1 soat davom etadi. Operatsiyadan keyin
Bu bemorimizni natijalarini yana siz bilan birga bo'lishamiz kanalingizda. Xudo bersa. Xudo xolasa. Bu qand diabetini, saharniy diabetga, Ha, saharli diabet. sahar qanchanchi tipga? Ikkinchi tip. Ikkinchi tipga. Birinchi tipga bu operatsiya foydasi bo'lmaydi. Ikkinchi tip semizroq kasallar bo'lsa, bu operatsiyani ularda o'tkazsak bo'ladi. Foydasi bo'ladi aka? 95% samarador operatsiya. 95% yaxshi bo'ladi kasallar. 95% bo'ladi. Yaxshi bo'ladi bular. Janağı og'ir salmoqdagi odamlar bor-ku? Aha. Misol 150, 200, Aha. 250 kilogramga cheyinkilarda dag'i Ular Aha. bariatriyalik operatsiyalar jasab o'tasizlar, ha? Ularni ham yasaymiz. Ular ham keladi. Sahari yo'q, semizlik bilan shikoyati bor bemorlarda ham slip rezeksiya operatsiyasini o'tkazib beramiz. Bariatrik operatsiyalarda hamma turi bizda qilinadi. Deyarli hamma turini qilamiz. Siz o'zi xirurgsiz, ha? Xirurg. Birla bariatriya emas, misol bo'g'irg'o, o't oluu, dag'i qanday buyrakka operatsiyalar jasalaveradi? Yo'q, bu yerda urologlar yasaydi. Buyrakda urologlar. Ha, urologlar. Biz qorinda bo'ladigan hamma operatsiyalar, keyin plus ginekologik barcha operatsiyalar. Hamma operatsiyalar boshqa laparoskopiya yordamida kesmasdan kichkina teshiklar orqali operatsiya o'tkazamiz. Hozir betapdan qursog'i jarilgan yo'q. 3 yerdan da teshib kirdingizlar? Ha, mana qornimni rasmga olsangiz ham bo'ladi. Shu yerda boshqa teshiklar yo'q. Mana 3 yerdan teshgan, o'sha 3 yerdan 3 apparat bunday aytganda, ne deb qo'yadi uni? Strela? Ular port deydi. Port degani bu haligi tashqaridan ichkariga instrumentlarni olib kirish uchun qilingan teshiklar. Ol tezlab bitib ketadi? Ha, bu bir hafta 10 kunda yaxshi bo'lib qoladi. Plastik choklar qo'yamiz, chandoda o'rni ham bilinmaydi hatto. Bu betap qancha kunda uyina chiqib ketadi? 3 kun. 3 kunda yaxshi bo'lib 3 qoladi. kunda yaxshi bo'lib uyga ketishadi. Zo'r ekan-da. Zo'r. Zamon o'nibdi-da. Burdag'ida haligi 20 sm, 30 sm qilib qursog'ini jarib ochmaydi. Yo'q, kesmaydi. Laparoskopiya. Laparoskopiya. Hamma operatsiyalar bizning klinikada laparoskopiya. Zo'r. Alloh taolam kuch-quvvat bersin. O'tkir aka. Rahmat. Kichkina boyag'i yumush protsessingizlarga kirib, aqlingizlarga kirib qolmayli. Bor bo'lingizlar. Tushunib berganingizga, kirgizganingizga rahmat. Sizlarga da rahmat, ha, komanda. Mana assistentlar ishlayotadi. Bu yoqda mana xirurglar bardig'i shu bo'lgan kuch harakati bilan, chin ixlosi bilan operatsiyani jasab o'tadi. Endi bu yerga hech kimni chaqirmasin, hech kim kelmasin. Biroq ham taqdir peshenaga yozgan bo'lsa, aylasi kelaydir shu yerga. Kelib operatsiya jasaladi. Agar densoqlikni o'zingiz qaramay qo'ygan bo'lsak, balkim bir qandaydir sababdan bir peshenaga yozgan bo'lsa, shu yerda bir operatsiya jasaladi-da. Shunday operatsiya protsessini ko'rsatdik sizlarga. Bu Sehat klinikasining operatsiya bo'limi. Sehat klinikasi O'zbekistonda Andijon shahri Ahmad Danish ko'chasi, Sanchasda arenaning tushida joylashgan. Biz Sehatning telefon nomerlarini yozib qo'ydik. O'shol nomerlarga chalib aylanishib сөйлешeverasizlar. Hozirlar ko'rdingizlar, masalan, neyroxirurgiya, g'ijaga, bel, omurtqaga tegishli bo'lgan operatsiyalarning barliq turini jasaydi. Mana bu yoqda ko'rib chiqdik. Andan sirtqari urologiyalik operatsiyalar. Boburjon aka degan bor. Boburjon aka urologiyaga, masalan, buyrakka tegishli operatsiyalarning barlig'ini jasaydi. Andan sirtqari dag'i qaysi? Boyag'i adenoma degan shu женский, мужской жаққа tegishli operatsiyalarning barlig'ini jasaydi. Ko'zga operatsiya jasaladi, misoli. Bu yerda o'ttir olinadi. Qisqasi ichki organlarning barlig'ini ele bu yerda operatsiya jasaladi-da. Hech kim o'rmasin. Agar o'rib operatsiyaga muhtoj bo'lib qolsangizlar, anda Sehatga kelib dorilanib operatsiya qildirib olsangizlar bo'ladi. Granitsadan ham o'shdan o'ta turgan bo'lsangizlar 40 minutda yetib kelasizlar. Baringizlarga ig'ilib qolayim, videoga like bosib qo'yingizlar, kommentariy yozib qo'yingizlar, videoni bo'lishib qo'yingizlar. Assalomu alaykum.